Media va raqamli kontent sohasidagi nufuzli xalqaro tadbir World Content Market o'z ishini boshladi. Mazkur tadbir 2008-yildan buyon televideniya va raqamli kontent yaratish, tarqatish, monetizatsiya qilish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilib kelayotgan yirik media platformalardan biri hisoblanadi. World Content Market har yili dunyoning turli mamlakatlaridan media industriyasi vakillarini bir maydonga jamlab, yangi loyihalar, sheriklik tashabbuslari va kontent savdosi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu yilgi tadbirda 20 ga yaqin davlatdan 1500 dan ortiq media sohasi mutaxassislari, 500 dan ziyod kompaniyalar qatnashmoqda. Ular orasida ilk bor O'zbekiston ham ishtirok etyapti. Qatnashchilar qatoridan 150 dan ortiq televizion kanallar, 40 dan ortiq OTT platformalari va video portallar, 200 dan ziyod kontent distribyutorlari, 100 dan ortiq prodyuserlar, 100 dan ziyod studiyalar hamda ishlab chiqarish xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalardan iborat kontent xaridorlari o'rin olgan. O'zbekiston milliy pavilyonida 10 dan ortiq xususiy kontent ishlab chiqaruvchilar tomonidan 500 dan ziyod o'zbek badiiy filmlari va seriallari xalqaro xaridorlar e'tiboriga taqdim etilmoqda. Content markaz tomonidan tashkil etilgan mazkur pavilyon doirasida o'zbek milliy kontentini xalqaro bozorga olib chiqish, uni xorijiy telekanallar va raqamli platformalarda joylashtirish hamda eksport salohiyatini oshirish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda.